Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana bugun Andijon Xo'jaobodga 4 teshik bitta rom o'rnatib berganmiz domga. Hop bularni ko'rib o'tinglar, obzorlarini narxlarini aytib o'tamiz. Hop bularimiz 06 NDFdan bo'lgan, splashnoy pramog yo'q. Hop pardamga millioniy yaxshi zamoydan qo'yib berganmiz, ichi qanotlar, rezinka, shumka, ichi ko'rmas shpanget va bularga 3 tadan oshiq. Hop qo'yib berganmiz bularni. Dastavka xizmati, o'lchab ketish hamma yo'q ichida bo'lgan. Glazning laklar chachib berganmiz, gullarning ichini jigarrangga bo'yab berganmiz. Nashniylarning gullarini ham bir xil qilib o'rtaga moslaganmiz. Hop bularimiz bir qanot. Bularga ham millioniy zamok. Bir xil qilib ochib yopishlariga e'tibor berasizlar. Plankalarni ham chiroyli holatda qo'yganmiz. Bularga ham 3 tadan oshiq qo'yib berganmiz. Bularga ham shumilizatsiya hammasi bir xil qilinadi. Yopilishlariga yana bitta e'tibor berasizlar. Xo'p, akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 99 607 69 nomerlariga aloqaga chiqa olasizlar. WhatsApp, imo, Telegram hammasi ishlayapti. YouTube'imizda ham bundan oldingi va bundan keyingi videolarimizda bundan ham ko'proq ma'lumotlar, bundan har xil eshik-romlar qo'yib boramiz, kuzatib boringlar. Hop, bunimiz bitta eshik yorug' tushmay qolyapti, shuning uchun ochiq holatda turibdi. Romlarimizni ham obzor qilib o'tamiz. Bu tashqariga akfa o'rnatilgan 4 ko'zli rom, bez pramog. Güzel holat. Aynaklari germetikalangan. Orqa padakoniylarni qo'yib berganmiz. Padakoniylarni ham chiroyli holatda qo'yib berganmiz. Hop, yana bir narsani aytib o'tmoqchimiz akalar. Bularimizni lazerga to'shni qilib, tayin bir xil qilib o'rnatib berganmiz. Tikkali holatlarni ham ko'rishingiz mumkin. Lazerga to'shni o'rnatilgan. Hop, bularda yaniga bozordan olingan akfalar o'rnatilgan. Bu o'rnatilgan akfani lazerini ham tikkaligini ham ko'rishingiz mumkin. Почти 3 cm farq qilgan. Ko'ryapsizlar? Eshik uchida turibdi, bu tarafi kesakin burchagida turibdi. Hop, biz biror ishni yomonlashchi emasmiz. Shunchaki hamma ishni o'zini ustasi qilgan yaxshi. Shuning uchun hamma narsani o'zigalarga murojaat qilasiz.